Hammaga salom. Bugungi videomiz Afterdesk Revit dasturimizni o'rnatish bo'ladi. Xo'p, bu yerda ekranda ko'rib turganlaringiz buni har xil chiqqan versiyalar aytib buni qisqacha tushuntirib ketaman men sizlarga videoda. Hop, ko'radigan bo'lsak, mana 2025.2 bu o'sha birinchi versiyasidan ikkinchi versiya yangilanishlar olgan. Bu 3-versiya 25.3, 25.4 Multigual degani bu ko'p tilli dastur degani. Shu ko'p tilli nimasi bu fayl bu ichiga. Xo'p, men o'rnatishni ko'rsatganim mana bu 2025.3 atak hammasi bir xil o'rnatiladi va bir xilma bo'ladi. Xo'p, dasturni mana shu Telegram kanaliga nima o'rnatamizni yuklab olamiz va yuklab olganimizdan so'ng bizda mana bu ko'rinishda kelib tushadi va bularni arxivdan ochishimiz kerak. Bizda arxivdan ochishimiz uchun xo'p, buni oldindan aytib o'tishim kerak, esdan chiqdi uzr. Xo'p, Revit ozgina injiqroq dastur, nozikroq, sababi videoni oxirigacha o'sha ko'rgandan keyin o'rnatishni boshlashingiz kerak. Sababi xato qiladigan bo'lsangiz, o'sha sizda Windows operatsion sistemangizga zarar yetishi mumkin. Shuni hisobiga shu videoni to'g'ri tushunib ko'ringlar. Endi mana bu faylimiz Telegramda yuklab olamiz va bizni buni ochishimiz uchun arxiv fayli WinRAR dasturimiz kerak bo'ladi. Bu bepul dastur. WinRAR yuklab olamiz. 2-3 megabayt, 3.6 ekan atiga. Keyin yes deb o'rnatib olamiz. Install OK bo'ldi va so'ng shoshilmaymizda. Birinchi o'rinda biz xavfsizlikni ochishimiz kerak. Men hali fayllarni ochganim yo'q. Birinchi o'rinda xavfsizlikni o'chiraman. Hop. Pusk, настройка, xavfsizlik va mana shu joyda ham yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Sizda Windows'izda boshqa qo'shimcha antivirus dasturlari o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Bular qaysilar? Norton 360, ESEDNOT va hokazo shular. Xo'p, menga bu dasturlar yo'q. Men o'sha Windows o'zini xavfsizlik tizimini ishlataman. Shuni hisobiga shu bo'yicha ketaman. Agar u dasturlar bo'lsa, uni bo'yicha yana shu qo'shimcha video yozganman. Ekranimizni o'ng burchagida kelib chiqadi. Xo'p, tartib bilan ketamiz. Birinchi etap bilan Manage Setting. Mana shuni takroriy nima qilasizlar? Tasdiqlaysizlar. Oynaga yes chiqadi. Yesni bosib ko'rinmasligi mumkin bu qismlari sababi xavfsizlik jihatidan. Home'ga o'tamizda mana bu qismimizni ham o'chirishimiz kerak. Yes. Da mana shu payt yes degan nima chiqadi? Da yoki yes agar qaysi operatsion sistema bo'lsa. Rus tili yoki ingliz tili. Keyin mana bu yerda Smart App kontrolimiz bor. Buni ham evolutionga yoki onga turgan bo'lishi mumkin. Shuni offga o'tkazishimiz kerak. Mana shu amallarni bajarganimizdan so'ng mana qaytib kiradigan bo'lsak, mana xavfsizligimiz o'chdi. Endi mana bu 4 ta faylimizdan istalgan bittasini ochadigan bo'lsak, arxivdan mana switch extract qiladigan bo'lsam, mana shu faylni ichiga ochiladi. Kutib turamiz. To'liq ochildi. Kiramiz faylimiz ichiga. Afterdesk 2025. Open. Hop, bizda mana Crack faylimiz bor. Hammasi tayyor turibdi. Setupni 2 marta bosaman, run qilaman.
Yes chiqyapti bizaga. Yes yoki da. Xo'p, ana endi galishkanni qo'yib next qilib davom ettiramiz. Bu joylariga agar iloji bo'lsa o'zgartirmasligimiz kerak. C diskga o'zi avtomatik o'rnatish kerak. Yo'q, lekin C diskga juda majbur bo'ladigan bo'lsa, uchta nuqtani bosib this piece local birorta nomdagi fayl, masalan revit fayl o'chirilmasin deb select folder'da bosadigan bo'lsangiz shu manzilga tushadi. Mana shu ikkinchisini ham xuddi shuni nima qilib manzilni ko'rsatasizlar. O'chirilmasin sababi siz C diskga nima qilib tanlab turib o'chirib yuradigan bo'lsangiz, bo'lmasa fayllar o'chib, dastur keyin ishlamay qoladi. Xo'p, next va bularga galishka qo'yishimiz shart emas. Buni qo'shimcha pluginslari arxitekturaga ishlatadigan bo'lsangiz nima qilib, unchalik kerak emas. Install. Keyin hozir o'sha qo'shimchalarni dastur o'rnatgandan so'ng ham aktivlashtirsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bizga shunday oyna kelib chiqdi. Reset yo'q. Umuman reset bermaymiz. Dasturni yopamiz, dasturni ochishga shoshilmaymiz. Birinchi o'rinda biz krekimizni aktivlashtirishimiz kerak. Xo'p, ustiga 2 marta bosamiz va run qilamiz va chiqqan o'yindan yes yoki da. Va mana shu ko'rinishda krekimiz davom etadi. Oxirigacha turamiz va bizda ok degan yozuv chiqadi. Enjoy compliment. Endi shu davomida aytib o'tishim ham kerak. Videoni ko'rish davomida videoni hech qayerini kesmasdan shu real bo'layotgan holatdan kelib chiqib sizlarga video tayyorlayapman. Buning asosiy maqsadi dasturni o'rnatishda shaffoflikni ta'minlash va o'sha sizlarga tushunarli bo'lish uchun bor o'sha bilimimni videoda aytib o'tyapman. Va buni hisobiga qo'llab-quvvatlasalaringiz juda xursand bo'laydim. Va biz kutgan natija okey. Endi Revit dasturimizni ochamiz. Revit 2025. Hop, select. Boshlanishi yomon emas. Hozircha hech qanday muammolar ochildi. Okey, kerak emas bizga. Nef. Yo'q, bilan yo'q. Istalgan. Okey, ocha olaylik va biroz dasturni ishlatib ko'ramiz. Devor tuzaylikchi. Yaxshi. Uchtadan kiradigan bo'lsak. Mana do'stlar, spoti bilan dastur ichiga ishlab jarayonni ko'rsatyapman. Hammasi ishlayapti. Birozdan
Savollar yoki muhokamalar bo'ladigan bo'lsa, man kommentariyada gruppa bor. O'sha yerda qanaydir muammo chiqadigan bo'lsa yozsalaringiz bo'ladi. И kiyima kanali o'sha usernameni ham joylab qo'yaman. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.